Shahardagi hamma bekatlarni buzasan. Chunki kelayotganimda ko'rdim, xalq issiqda. Muzdek bekatlarda avtobus kutayotgan ekan, jazirama issiqda. Menga yoqmadi xalqni muzdek bekatlarlarda turishi. Bular jazirama issiqda kutsin avtobusni tashqarida turib. Bu xalqqa shinam, qulaylik kerak emas, erzimaydi. U bekatlarni buzib, konditsionerlarni ham sotib, soqqa qilishimiz kerak. Men bir bahona topaman tepadagilarga. Bular muzdek konditsionerli bekatlarda inqilob rejalari qilishi mumkin deb aytaman yuqoriga. Budjetdan har bir bekat uchun 20 ming dollar xarajat bor. Har bir bekat uchun deb pul olamiz, keyin 2 ming dollarlik bekatlar quramiz, prostoy. Har birdan 18 ming dollardan soqqa qilamiz. Bu ham soqqa qilishda o'ziga mos uslubi. Bu rejani kidalasi deyiladi bunga. Sen darrov ishni boshla, hamma bekatlarni buzib tashla. Konditsionerlarni sot, keyin prostoy qilib yangi bekat qurib qo'y. Bu jazirama issiqda konditsionerli bekatda avtobus kutish anchagina qulay. Lekin bu kimlargadir yoqmadi. Havo 45 daraja. Yangi bekatlardan mamnunmisiz? Konditsionerli bekatni buzib, oddiygina bekat qurib qo'ydi. Nimasidan mamnun qolaman? Sizningcha bu bekatlarning eng katta afzalligi nima? Hech qanday afzalligi yo'q. Yozda na issiqdan, qishda, na sovuqdan chora bo'la olmaydi. Konditsionerli bekatlar nega buzildi? Odamlarning rohatini ko'ra olmadi, ularga soqqa kerak. Konditsionerni ham pullagan va o'rniga oddiygina qilib qurib qo'ydi. Oldin bekatlarning yonida mini marketlar bo'lardi. Issiqda sovuq suv olardik ichgani, endi yo'q. Issiqda foydasi yo'q. Qishda na yomg'ir, na qordan asraydi. Har doimgidek daho dalballarni ishida. Shahardagi barcha konditsionerli bekatlarni buzib tashlab, yanada zamonaviy bekat quramiz deb oddiygina qurgansizlar. Nima uchun? Yangi O'zbekiston terma jamoasi bu yilgi dunyo chempionatida 46-o'rinni oldi. Bu katta baxt, biz xursandmiz. Dehqoncha beraymi savolni tushunishingiz uchun? Savolingizni tushundim. Javobim yoqmadimi? Siz yangi O'zbekistonni 46-o'rinni olganini ko'ra olmayapsiz. Siz xoinsiz. Bekatlar haqida provokatsion savollar beryapsiz. Konditsionerli bekatlar uchun bu xalq arzimaydi. Shunga oddiy qilib quryapmiz-a.